Bunaqa joyda hali siz ko'rmagan zo'r joy sotilyapti. Orqamda Media Park. Qarang, bu Chkalov tomonga yurasiz. 2 kilometr kirganingizda videoni olishdan bu joy sotiga nima uchun qimmat? Chunki manzarali joy, soyni bo'yida. Sotiladigan joylarni juda ko'pini eshitdingiz, yerlar, joylar, lekin bunaqasini eshitmagansiz. Hozir biz qayerda turganimizni aytaman. Bu joy juda ham zo'r joy sotilyapti. Puli borlar uchun vaqti konkretniy joy. Xo'p, bu joyni ko'rsating. Oqariq tomon Qumol lageri bo'lardi. Manzarali joy, mana soy o'tgan, Marg'ilon soyi. Bu tomon Chkalov. Chkalovda shunaqa joy sotilyapti. Lekin bu joylarda yer yo'q ekan, sotilmas ekan. Bir dona sizlar uchun topdik. 8 sotilik tayyor gilos bog'i bor aka. Joyda olib qo'ysangiz, to bitta qurilish qilgunizcha ham pulingiz oshadi. Giloslar meva berib yotadi. 10-15 yillik gilos bog'. Xo'p, endi mahallaga keladigan bo'lsak, mahalla juda ham tinch. Bu joyda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Shahar Farg'ona shaharda. Qo'shnilar zo'r, operatsionniy mana klinikalar bor. Xo'p, to'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Shoshilib qolinglar. Bu mahallada yer yo'q sotiladigan. Bir dona sizlar uchun topdim. Manzil Atlas orqasi MTS Chkalovda. Videoni haqiqiy farg'onalarga yuborib qo'yinglar. Zo'r joy.